Assalomu alaykum Asatullo o'z kanalining ashaddiy obunachilari, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari, Hisori, Qo'chqor ishqibozlari. Bugun hafta kuniga yakshanba 2-noyabr. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilda oldida Elbek akamizni qo'y fermalariga yetib kelganmiz do'stlar. Bugungi videomizda 400 bosh Hisori va Arashan Qo'chqor soliqlar qana boqilyapti, nimalar berilyapti, shular haqida Elbek akamiz o'zidan ma'lumot olmoqchida. Elbek akam yo'q ekanlar, shuning uchun mana shogirdlari Salohiddin bilan bir qator. Salohiddin, sizsiz? Charchamang. Qana boqilyapti, nimalar berilyapti, bular haqida ma'lumot berib, shular haqida bir gaplashib nima qilamiz obunachilarimizga. Sizni obunachilaringizga inshaalloh Xudo xolasa chorvani qana qilib baraga kirgizishni Xudo xolasa o'rgatamiz. Chorvalari inshaalloh zo'r bo'ladi. Asadullo boqishni ham o'rgataman. Narxlarini ham qanaqa yem berilyapti. Hozir men sizga 4 oy 5 oy oldingi tashalgan o'zimiz boqilayotgan qo'chqorlarimizni ko'rsataman. 4 oy 5 oylik effektini Xudo xolasa obunachilaringiz chiroyli qilib ko'rib, bizdancha bo'lsa ham ma'lumot olib foydalanishsa bo'ldi. Asadullo. Bo'lmasa birinchi yemlar ko'rsataylikmi, qo'ylar ko'rsataylikmi? Birinchi bo'lib qo'ylar bilan tanishtiraylik Asadullo. Keyin yemni ko'rsatamiz. Qo'ylar bilan. Bu qo'chqorlarimiz Asadullo Hisori forma. Hisori. Tojikistondan kelgan. Tojikistonda Hisori sortidan, ha? Tojikistonda Hisori sortidan oshdi. Toza simjun qo'chqorlar. Toza simjun, toza Hisori sort mashinalar bo'ladi, oshdi. Bu qo'chqorda ham ko'ryapsiz. Hammasi dumbalari tik dumba, raketa dumba. Bu qarang, Asadullo. Qo'chqorda. Obunachilaringizga nima deydi qo'chqor? Aha. Xudo xolasa bularda keladigan joyi tagi Tojikistondan, Tojikistondan. Mirzabek akam o'zlari olib kelishadi. Bursa, Yakat, Tuz, bozor olami hamma kanallarda Xudo xolasa aktivmiz. Elbek akam o'zlari chiqaradilar oshni. Endi o'rta bularning soni 40 ta. Bular soni 40 ta. Bularning soni 40 bosh. Bular asha jivoy bo'lsa 70-75 kilo, 80 kilogacha qo'chqorlar bor. Ha, triveslari 80 kilogacha. Go'shiga ham 40 kilo, 45 kilodan hisoblab olsa bo'laveradi. Go'shi ham 40 kilo, 45 kilodan yonverda chiqadigan go'sh yog'i bor. Bu obunachilarimizga sotilaveradi ham deyapsiz. Qo'ylarimiz ekranga nomerlarni ham qo'yib qo'yamiz. Ha, xudo xolasa oshni men bitta ko'rsatib qo'ying o'rta. Bitta bu qo'ramizda 40 ta. Bu qo'ramizda men katta qo'ramizda qo'ylarimiz mana bularni ham ko'ringlar. 130 bosh qo'chqor bor. 130 bosh. 130 bosh. Bu ham Tojikiston regal. Tojikiston regal. Hammasini o'sha junlari simjun mana qadrli obunachilar. Yemib turgan variant. O'zi tuleganlaridan, ha? O'zi tulaydi. O'zi tuleganlar. Bu tomonda mana soliqlarimiz, qadrli obunachilar mana. Bu tarafda soliqlarimiz. Oshna qarang, qo'y ko'pligidan qo'raga sig'mayapti. 400 bosh dedingiz-a? Ha, 400 bosh. 400 bosh. Bu tomonda ham mana o'sha boqilayotgan qo'chqorlardan qadrli obunachilar. Oshna nima deyapti? Bularni ham chiqarib ko'rsatib beraylikmi? Bitta chiqaring, obunachilaringizga. Ko'rib olsa, 4,5 oy, 5 oylik qoladi, o'rta. 4,5 oy, 5 oydan berib boqilyapti. Ha, qanaqa holatda tashalganini ham ko'rsataman. Bo'ldi. Qadrli obunachilar, qo'chqorlarga bitta like bosib turasizlar. Sizlarga o'sha olingan holatda qancha edi hozir mana 4,5 oy, 5 oydan beri boqilayotgan holati. Hammasini o'sha raketa dumba deydi bularni. Ha, oshda bular ham Tojikistondan kelgan. Aha, bular ham Tojikistondan kelgan. Bular ham Tojikistondan kelgan. Bular faqat zotga oshna. Sezonda ham xudoga shukur sotdi. 10 million, 2 million, $1000, $1,5 ham ketdi o'rta. Aha. Hozirgi ko'rsatgan 40 bosh ham 130 bosh qo'chqorimiz ham xuddi mana shunaqa sort bo'ladi o'rta. Boqsa shunaqangi etlarni, shunaqangi holatda xudo xolasa 5 oy, 4 oyda obunachilaringiz foydaga kiradigan darajada effektni qo'y. Bular sori deyilmaydi o'rta. Hozirgi triveslari bular necha kilodan keladi Salohiddin? Trivesi 130, 120, shunaqa 100 kilolisi ham bor. Endi hali hamma narsa bir xil bo'lmaydi yoshda. Har xil. 130, 120 gacha. Hozirgi holatda 120 kilo, 130 kiloli qo'chqorlar hali tish buzgan yo'q-a bular? Yo'q, shuni ikki tishga o'tdi. Ikki tishga endi o'tdi. Oxiri endi buzadi. Oxiri endi buzadi. Oxiri endi buzadi. Tishga o'tgan. Lekin mana qadrli obunachilar ko'rib qo'yinglar, junlari hali nima deydi? Simjun qo'ylar hali o'zi tuleganidan. Zotiga 100% o'rta. Zotiga 100% joy.
100 hisor. Mhm. Bular ham hammasi endi bizda ko'proq hozir endi Qirg'iziston kelib qoldi o'rta. Aha. O'shaning uchun endi Xudo xolasa Tojikiston bilan hamkorlikda endi postdan o'tib turibdi, boshqa bo'lyapti. Ko'pinchalik Surxondaryoda boqilgan qo'chqorlar olib kelinadi. Endi Surxondaryodan ham Surxondaryoga ham Tojikistondan o'tadi-da. Aha. Endi o'sha Tojikistondan o'tgan qo'ylarni baqa olib kelinadi. Mana bu tomonda maydaroqlari bor ekan-a? Ularga qaraganda maydaroqlari bor ekan. Boshqa puli ham yengil. Mhm. Hamyon bor. Hamyon bor. Xudo xolasa obunachilaringiz kelaveradi inshaalloh. Chiroyli qilib qo'chqorlar. Sizga ana katta qo'chqorlar holatini ko'rsataymi? O'shlar rosa mashnaqa. 5 oy oldin rosa mashnaqa. Aha. Tashaganimiz. 5 oy O'zimiz oldin. olib kelib 4 million 400 ming so'mdan olib tashaganmiz. Mhm. 4 million 400 ming so'mdan olib tashagan. Hozirgi endi nech puldan ketadi masalan, taxmin? Endi oshna saralanib qoldi. Endi ularning narxi 8,5 9 ashnaqa. 5 oyda 8,5 8,5 yaxshi biladi. Qo'sob egalarim ham kuzatsa kerak sizni. Siz go'shiga qarab 65 kilo, 70 kilo ashuna yo'lda go'sh yog'i bor-da. Mhm. Endi o'zlari hisoblab sana qilib olishaveradi o'rta. Bu tomonda ham o'sha mana juni olingan ekan. Bular endi yosh oliylari juda kichikroq shekilli, masalan 6 oy 7 oylik. 6 oy 7 oylik to'g'ri aytdingiz o'rta. 6 oy 7 oylik qo'zilar o'rta. Lekin bular Qirg'izistonning qo'zi. Qirg'iziston, ha? Ha, bir partiya oxiri bir narsa qilib tushirib, mana bu qoldi oshna, kelib qoldi bu qo'zi. Mhm. Bularning narxi 4 milliondan 4 million 300 minggacha. 4 milliondan 4 million 3 million 800 ming so'mlik ham bor. 3 million 800 mingligida ham siz obunachilaringizga telefon qilsa, xudo xolasa 3 million 800 mingligidan chiqarib beraman, 4 ta 5 ta. 3 million 3,5 millionga oshna qo'y qolmadi-yu. Qo'zicha kichkina sutimni qo'zi beryapti. Bu tomonda o'sha mana bo'g'oz-a bular. Ha, bular 100 bo'g'oz oshna. Bo'g'oz soliqlarimiz. Yoshlari-chi biladi? Soliqlari o'rta. Tojikiston. Birinchi keladigan joyidan tushuntiraylik-da o'rta. Mhm. Bular ham o'sha Tojikistondan o'tgan hisori soliqlar o'rta. Bo'g'ozligi oyliklari 2 oy 3 oylik bo'g'oz. Qo'chqorda ham ko'ryapsiz, qo'chqorda ham qo'shib berganmiz oshni. Ha, masalan Qo'chqor ham jimib qo'ygan. hozir bo'g'oz bo'lmasa yana bir qator ehtiyot qo'shib qo'yilgan. Endi o'sha endi bir anaqa chorasini ko'rib, ertaga borgandan keyin biz ham xijolat bo'lib qolmaydigan qilib, endi xudo xolasa qochgan. Hozirgi kunda oshna 80% 90% qochib bo'ldi-da. Qochmagan qo'y yo'q. Mhm. Tushunarli. Endi bularni kelishadigan bo'lsa, bularda oshna 6 million so'mdan qo'yganmiz. 6 million so'mdan, ha? Soliqlar 6 milliondan qo'yganmiz. Xudo xolasa yo'lda qilib siz obunachilaringizga arzonroq qilib, Aha, kelishtirib berilaveradi. Xayri bor. ha, xayri bor. 6 million so'mdan yana ham picha so'rashadigan bo'lsa, xayrini qilib beraman. Mhm. Yo'lda qilib beraman. Saloqdan bo'lmasam bularga yemni ham bir ko'rsatamiz dedingiz. Nimalar berilayotganini ham bir ko'rsatib o'tib ketaylikmi? Xudo xolasa oshni chiroyli qilib, qanday yem berayotganimgacha, nima aralashtirib berayotganimgacha, xudo xolasa men yemni ham ko'rsatib bering. Oho. Yemni ham bosh qo'yga yarasha yem bor ekanmi? 400 bosh qo'yga yem tayyorlangan. Ha, xudo xolasa o'rta 400 bosh qo'yga yemimiz tayyor. Hozir nimalar babatda Salohiddin? Endi oshna hozir sho'rxa bor, Sho'rxa, kepay bor, kepay, silus bor. silusi. Bu addenning qo'chqorlari. Mhm. Bu addenning qo'chqorlari. 2 mahal. 2 mahal. Ertalab kechqurun beriladigan narsa. Sho'rxa, kepay, silus. Mhm. Endi o'zlari somon aralashtirib yuborsa ham bo'laveradi. Mhm. Somon ham yaxshi. Silusga somon qo'shish kerak. Bizda endi hozir somon bo'lmay qoldi. O'shaning uchun sho'rxa, silus, kepay qilib berdik. Bularga hozir yana qo'shimchalari bor. Ha, qo'shimchalari o'rta hali 4 xil 5 xil narsa bor. 4 xil 5 xil. Bu narsa bilan oshna kifoyalanib olmaymiz. Endi o'rta soliqqa Soliq qo'ylarimiz uchun. soliq boqiygan obunachilaringizga soliqqa endi sho'rg'a endi o'zlariga qarab berishaveradi. Aha. Soliqqa pux, silus, somon, kepay. Kepay, aha. Endi bu soliqqa, bu ham 2 mahal. Bu ham 2 mahal. 2 mahal beriladi. Endi oshna hozirgi boqilayotgan qo'chqorlarimizga ko'rsatib bering. Mana arpa bo'ladi oshna. Arpa. Mana arpa berilyapti. arpani ham ko'ryapsizmi? Yiringligini, donligini. Mana Makka. Makkani uqalangani. Sindirilgan, ha? Sindirilgan. Drabilka makka deydi. Mhm. Buni
unini elakdan o'tkazmagan oshna. Xo'p. Bo'lmasam makkaning vitamini uniga chiqib ketib qoladi. Uni berish keragi yo'q. Hozir 4000 so'm. Makkan drabilga bo'lgani. 4000 so'm. Endi obunachilaringizga yana bitta narsasi bor. Beda. Beda berilyapti, qo'ylarimizga. Boqilayotgan qo'yga oshna, boqilayotgan qo'yga обязательно beda berish kerak. Beda berish kerak. Birinchi bo'lib ishtahani ochadi. Ikkinchisi tonini tozalaydi qo'ydi. Tonini yaltillatadi. Hozir ko'rdingiz-ku boquvdek qo'chqorlarimiz. Kirlashi boshqa bo'lib ketmagan. Juni ham yiltillab turib. Ashnavi qiladi qo'ydi. Beda berish kerak. ham обязательно обедda 12 birda o'zlariga aniq olishsa, 12 birlarda beda tashlash kerak qo'yib. Обязательно. Tushunarli. Keyin ishtahasini ham zo'r ochadi. Endi ana yemdan keyin o'rta sho'rxa, somon, silos, kepaydan keyin ertalab. Buni yeb bo'lgandan keyin Arpadan tashaladi. Qo'yga qarab. Qo'yni soniga qarab shu o'lchab bitta qo'yga 100 grammdan tutsa bo'ladi. Yangi qo'ziga 100 grammdan tashlatsa bo'ladi. Yangi boqilayotgan qo'ziga 100 grammdan. Mana bular ko'rsatganimizdaqa. Mana shu qo'ylar mana 100 grammdan arpa makka yesa bo'ladi. 100 grammdan. Endi biz o katta qo'chqorlarimizga 400 gram, 500 gramdan beriladi. Ertalab 400 gram, kechqurun 500 gramdan yeydi. Tushunarli. Bular endi ko'taraveradi. Qancha bersangiz ko'taraveradi. Misol bo'kishni boshqa qilib beribman, diyon narsalar bo'ladi-da. Shu qo'y boqmasdan yurib, asan qilib dozasini, yemni dozasini kuchaytirib olsa, oshna, unda obunachilarga ham ziyon bo'ladi. Masalan, o'rgatib olguncha ozozdan berib turib, keyin chicha qilib ko'tarish kerak, to'g'ri? Qo'y misol juda tez bo'ygigan narsa-da. Molbas bu. Misol chicha ko'proq tashab bersangiz ham yo bittasi ko'proq yeb bersa ham tezda bo'kib qoladi. Endi obunachilarimizdan ham bir savol tug'ilishi mumkin. Bo'kib qolsa nima qilish kerak degan shular haqida ham bir oshna eng zo'r savolni berdingiz o'rta. Bu narsa kerak bo'ladigan narsa. Misol 400 bosh qo'yga yem berganimizdan keyin, misol kuchliroq yem berib bersak, qo'chqorlarimiz ham bo'kiganda paydada. Endi bo'kiganga oshna o'rta. Keyin odamning dorisi bo'ladi, kriyon. Hazm qildiradigan narsa-da. Oshqozonni o'sha ishlatadi. 9 qorini, asosiy qo'yda 9 qorin ish ko'rsatib qoladi bo'kigandan keyin. O'shani ishlatadigan kriyon o'sha dori. Keyin olma sirka o'rta. Olma sirka, 5 gram olma sirka, 5 gram oddiy suv. 5 gram oddiy suv. Ashini ichirib, chiroyli qilib qarashayotgan bo'lsa, yoziladi, xudo xolasa yozilib ketadi. Bizda ham juda ko'p uchraydi o'rta. Hozir yaxshi narsani ochib berdingizda obunachilaringizga. Bu narsa kerakli. Qo'y boqiydigan, qo'yga qiziqadigan odam birinchi bo'lib bo'kishini o'ylaydi qo'yni. Bo'lmasa video ostiga nomeringizni ham qo'yib ketamiz. Obunachilarimizda bir savol nimalari bo'lsa, sizga aloqaga chiqsa, bir qator yana ma'lumot berib o'tib ketaverasiz. Qanaqa narsa kerak bo'lsa, o'shni bemalol. Telefon qilib, misol boqishmi, qanaqa yem berilyapti, misol narxlari, sotilishi, misol qanaqa bo'lyapti. Qo'y ham sotamiz oshna. Shuncha qo'y bor o'rta. Bitta bozorda qo'y bor bitta. 400 bosh. 400 boshi. Bitta kichikroq bozorda mana qo'ylari bor. Qadrli obunachilar, kelaverasizlar. Mana shu Salohiddin xohlagan qo'ylardan topib, xohlagan ma'lumotlariga, bergan ma'lumotlariga javobni chiroyli qilib yetkazib beraveramiz o'rta. U narsa qochilmaydi. O'zimiz uchun, xalqimiz uchun, xalqimiz foyda ko'rsa, xalqimiz chiroyli baraka topsa, bizga ham xudo xolasa foydasi bor. Hozir ehsonga ham, urug'ga ham, har xil nimaga bor. Masalan, misol ehsonga ham bo'laveradi. Qarang mana. Qo'zini qarang, shuna qo'zini. Zotni bekorga aytmaydi-da, qo'zini qarang. Mana zot tozalaridan qadrli obunachilar. Naraqa kelib olmaydi-da tishin. Nima deydi? Hurmat qadrli obunachilar, hali qo'zicha aka. Masalan, 10 oy, 10 oy 11 oylik. 10 oy 11 oylik уже chispizishga kelib qolgan variantlaridan. Mashina mana 80 kilodi yon berdi. Desa, живой вес 80 kilo. Go'sht 40-45 kilo indamasdan chiqaveradi. Yemagan qo'zi to'g'ri. Salohiddin, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Obunachilarimiz telefon qilishsa, qo'y zararli bo'lib qolsa, aloqaga chiqishaveradi bo'lmasa. Xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi o'rta. Savob qilib yetkazib beramiz ma'lumotlarni. Qadrli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Salohiddinda ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, qo'y zararli bo'lsa, qo'y olishlari mumkin.
bo'lsa ma'lumot bo'lsa, ma'lumotlarni olib bemalol foydalanishlaring mumkin.